Hammaga assalomu alaykum. Bugun yakshanba. Barcha ayollar, ya'ni ishlaydigan ayollar bu kuni uylarni tozalaydi. Bir voqea esimga tushib ketdi. Bir kun yakshanba kun oyim bolaligimda uylarni yig'ishtirib, chiroyli bo'lib o'tirishga ketmoqchi bo'lganlarida uyimizga homilador lo'li kelib qolgan. Oyimga iltimos suv bering deb so'ragan oyim uni homiladorligi uchun eshikni ochib kompot bergan ekanlar. Men endi bola edim, akam ham bola edi. Uyda dadam yo'q edi. U bizni gipnoz qilib, uyimizdan nechidir kilo go'shtimiz, nonimiz, iplarimiz, chiroyli materiallarimiz, yana bilmayman, nimadir qimmatbaho narsalarimizni olib ketgan. Xudoga shukr, onamning tillalarini olib ketmagan. Tavba qildim, sizlarda ham shunaqa voqea bo'lganmi? O'shaning uchun uyda hech kim bo'lmasa, uylarni qattiq bekitaman deb podyezdga chiqmayman. Uylarni yig'ishtirsam, podyezni tozalayman. Albatta uyda kimdir bo'lsa, albatta chiqib podyezdan sidirib, hamyonni yig'ishtirib qo'yaman. Men lo'lilardan qo'rqmayman. Prosta lo'lilar hamma narsani olib chiqib ketib, kamga erim pulini olib chiqib ketadigan bo'lsa, erim to'g'ri meni qizli uyimga jo'natib yuborishdan qo'rqaman. Xullas, hammaga yaxshi kayfiyat. Bugun kechga iftorliga nima ovqat qilmoqchilar, kommentariyaga yozib qoldiringlar.